O'zbekistonga Amerikadan olib kelganman bolamni davolash uchun. Latofat Zafarovnani oldilariga olib kelganman birinchi marta konsultatsiyaga. Bolam bularga kelishlaridan oldin so'zlarni to'liq gapirmasdi, gapni bir-biriga qo'shib, gap tuzib gapirmas edi. Холодильник где? Где холодильник? Следующий давай. Хочет грузовик забрать шкаф. Дай мне шкаф. Tushunchasi ham, tushunishi ham ancha kamroq edi. Bularga olib keldik. Birinchi navbatda zapusk recha qo'yib berdilar bizga. Rechamizni, so'zlarni chiroyli aytadigan qilib, gaplarni bir-biriga qo'shib, gapirib qiladigan qildik. Hozirgi kunda ancha yaxshi rezultatlari juda sezilarli. Shuning uchun 1,5 yil davomida to'xtamasdan bularga olib kelaman mashg'ulotga. Hozirgi kunda bitta ertakni boshdan oxirigacha aytib bera oladi. Держи бабушку, держи дедушку, потянут, вытащить не могут. Bu yil o'g'lim maktabga chiqishi kerak. Maktabga chiqish uchun ham tayyorladik. Hozirgi kunda harflarni taniydi, harflarni qo'shib o'qiyapti. Latofat Zafarovnani taniganim uchun, bilganim uchun, vaqtida ko'rib qolganim uchun juda minnatdorman. O'g'limda rezultat qilib berganlari uchun kelajak ishlarida omad tilayman.